Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar. Bugun kolsa saqqa keldik. Kimga kolsa kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Optim joyga kelib qoldik. Mana kachistvalar akalar. Bu ikkita teshigi ko'p joyda so'rayapti, nimaga teshik deb. Bu asosan buni kran balkada yuklaganda shunda shu ilib yuklanadi-da, o'shaning uchun teshilib qo'yadi. Seximiz Asakada. Anjom bo'ylab aloqa chiqarasizlar. Mayog'ida yana bor. Lazanagilar mashq holatda bo'ladi. Zamogini ko'ryapsizlarmi? Bir-biriga zamogi bo'ladi, tushadi. Mana shu 3 ta. Har bittasiga 1 tonnadan sig'adi. Mana teshik chiqarlar. 1 tonnadan suv sug'oradi. 90 ga 120 da. Dumalash hisoblari ham yaxshi. Tekis yeri bo'lsa, yaxshi yeri bo'lsa dumalab ketaveradi. Holatlari. Hozir kelgan tayyor chuqur bo'lib, uylarda chuqur bo'lsalar ham aloqa chiqarasizlar, o'zimiz borib tushirib berish xizmatlari ham bor. Xolasizlar, dastavkani o'zi ham bor. Olib borib eshiklarga tushirilib beradigan xizmati ham bor. Chuqurga tushirish berish xizmati ham bor. Burasi narxi kelishilgan holda bo'ladi. Telefon nomerlarimiz yozib qo'yamiz. Bu ikkitaliklar holat, bu bittalik turish. Asosan endi ikkitalik o'rnatgan, uchtalik yoki ikkitalik o'rnatganlar ham bo'laveradi. Bittalikdan ko'ra. Ba'zi joylarda endi marhamatda, ba'zi joylarda suv ketib qoladi bittadan keyin. O'shanaqalar endi bitta qo'yib turib, ustiga yana bitta qo'yib qo'yadi-da, supa qilib. Ana kolodeslarda holat zo'r. Hozir bugun 3-dekabrmi shunaqada emas. Bugun 3-dekabr 2025-yil. Sovuqqa kirib ketdik. O yerda bitta sex bor. Ertalab to'g'ri ko'lsaga kelsak, ko'lsachilar yo'q ekan, ana sex deganlar. Kutib o'tiribmiz endi. Tay ana quruq yerga qilsalar babi ana qo'yib ketadi, nima desam bo'ladi. Yomg'ir chekadan tushsa o'pirib yuboradi-da, o'shaning uchun asosan hozir ko'pchilik ko'lsa tushiryapti.